Bu barchasi ichida o'zimni yolg'iz his qilyapman. Hayotdagi tartibsizlik, jamiyatning zahri-zaqqumi, kuchlilarning shafqatsizligi va ummatimizning ayanchli ahvoli. Bu deyarli fojia. Biz qachon yo'limizni yo'qotib qo'ydik? Musulmon. Qisqa metrajli film. Ildizlar. Axir insonni biz yaratdik va nafsi unga nimalarni vasvasa qilishini ham yaxshi bilamiz. Va biz unga shoh tomiridan ham yaqinroqmiz. Biz aybdormiz. Men manzilsiz odimlayman. Bo'shliqlar aro, sahnama-sahna kesib. Hammasi shaxsdan, ya'ni mendan boshlanadi. Bu g'ayrioddiy holatda o'z o'rnimni topishim kerak. Qarang, men jaholat so'qmog'idan yuribman. Haqiqat nima-yu, yolg'on nima bilmayman. Ma'sumlik. Dunyo o'z pokligini allaqachon yo'qotgan. Osmonlar va yerning nuri. Javob izlash yo'limda savollarim esa ortib bormoqda. Ayozli o'lka uzra. Yanvarning ilk tongi otmoqda. U o'zining bor quvvati bilan tanamni istar. Ammo men hamon iztirobim qa'rida titrayapman. Ehtimol islom ummatimiz ruhi uchun kerak bo'lgan o'sha haroratdir. Biz esa o'zimizni uydagidek his qilib, charsillab yonayotgan olovga mahliyo bo'lamiz. Qanday aldamchi. Shaxsiy kurash. Nafsimga havo istaklar tinmay vasvasa qilar. Alloh esa qalbimdagilardan ogohdir. Har qancha yiqilmay, xuddi aks sado o'z manbasiga qaytgani misol, men ham yana u tomon qaytishga urinyapman. Endi angladimki, yagona najot Allohda, Qur'onda, sunnatda va ummatimizga in'om etilgan o'sha teran tafakkur ne'matidadir. Umr mazmuni. Va men ushbu teran safarga otlandim. Bir vaqtlar g'ofil bo'lib, shunchaki sudralib yurgan yo'llarinda endi tafakkur ila yelib boryapman. Uning huzurini, uning ilohiy mohiyatini izlab. O'zim yasab olgan soxta qiyofani quvaman deb asl o'zligimni yo'qotib qo'ygan ekanman. Ammo endi angladim. Mening vazifam natijaga egalik qilish emas, balki to'xtovsiz harakat qilishdir. Chunki oqibat ixtiyori yolg'iz Allohning qo'lidadir.